Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Bugun chislamiz mana 10-oktyabr bo'ldi. Xo'sh, Moskvadan Tojikistonga yuklar ortilyapti mana Kamazga. Olib kelingizlar. 1 tonna, 1,5 tonna yuk 2-3 kunda jo'nab ketadi. Mana ortayapti yukni. Jigitlar. Yukning klasi 90 rubl. Mana, eyla bo'ribay turibdi. Ko'rib turibsizlar, mana. Mana bu Kamaz ham ketadi yerdan. Indin bunisi ham ketyapti. Zapillatib olib kelingizlar. Adresimiz Istira rayon. Xo'sh. Dinkovada. Aka-ukalar, mana shu nomerga, ekrandan nomerga telefon qilasizlar. Iloji bo'lsa bitta like bosib, gruppalaringizga tarqatib qo'yingizlar. 80 dan ham olib ketadi. Agar nima bo'lsalaringiz, yaxshi guruh qilsalaringiz 70 dan ham olib ketadi. Zapatib telefon qilaveringiz.